O'rtoq bo'lib qoldingmi? Ozgina qoldi, o'tirib tur. Bratoqa tepasi sal uzun bo'lib qolmadimi? Bo'l. Zo'r bo'ldi endi. Peshonasi sal tushib qolmaganmi, oka? Mana chochi mana bunaqa joyi. Bo'ldi. Chetini sal yedirib yormaymizmi? Xos qilmoqchiman o'sha narsani. Prosta ko'ryapti demanga o'shani gapiryapman, oka. Brat Nobodo mana bundoq kelgan joyini azgina detsil yedirib yorish kerak emasmi? O'rtoq, 20 yildan beri soch oladilar. 27 yildan beri soch oldiraman. Odamda opit bo'ladi-yu. O bo'lgandan keyin sochni bitta yuvorish kerak, bilasizmi, oka? Bilsam kerak. Oka, mana shu shaver chap qo'lda ishlatgan udobniroq emasmi? Menga shu qulaydi. Alika, rahmat, oka. Ismingiz Ozodmidi? Ishidan 10 oyoqda chiqadi. O'shanda to'g'ri bo'ladi. Yo'ldan benzin quyib olsak bo'ldi. Yaqin telefonni qo'lda ushlash kerak emasmi? Menga shu qulayroq-da, oka. Ana sartaroshing g'alatiroq odam emasmi? Birinchi zavat qilasiz. Orqaga yurib, zadniy bilan sekin chiqib ketasiz. O'rtoq, qanaqa zamonda yashayapmiz? Qaytar dunyoda yashayapsiz-a? Omad. Ha?